Yaxshi mislar do'stlar. Oldingi soatlik darsimizda yana ikkinchi bo'lak, ikkinchi qism darsligimizda UV redlash usulini o'rganib o'tgandik, shunaqmi? Doğrusu biz bu bo'lak darsligimizda yana ikkinchi bo'lak, uchinchi qism darsligimizda tekstur chizishdan boshlaymiz. Doğrusu biz quloq bilan bosh qismini bir bo'lak tanishib olgandik-ku, bir bo'lak qilib ayirib olgan. Doğrusu bir quloqni tanlasak ham bo'ladi, ammo hammasini tanlashning zaruriyati yo'q. Bir quloq bilan 5'ini tanlaylik. Tanlab bo'lgandan keyin export selection o'rnini bekitib bo'lgandan keyin qizak baş deb qo'ying. Undan o'zi shaklini obj shaklida. Buni chiqarib bo'lgandan keyin men qaysi imzotlar orqali tekstur chizadigan vaqtda Autodesk'deki Modebox. Yana Photoshop'ni birlashtirib ishlatamiz. Modebox'ni ochdik. Endi file yangi bet ichish. Ochgandan keyin open. Undan boyan ochib olgan obj widgetni ekraylik. Endi biz buningki widget bilan kirgandan keyin bu ikki modul bor hozir. Birisi quloq, birisi bosh. Birdan kelamiz, Unda bo'lsa, men avval mana quloqdan boshlayman. Quloqni ayrim ko'rindiray. Hozir mana qilsam ishlamda shunaqmi? Bu nim buyruq desak, mouse'dagi o'ng guruchni bosgan vaqt chiqqan mana buyruq bo'lsa, shu tanlagan modulni ayrim ko'rsatishni ko'rsatadi. Hozir bu yerda ayrim ko'rsatamadi deb chiqargan vaqtda mana ikkisi hozir birlashilgan holatda, bir modul holatda. Shuning uchun biz bu yerda UV ni yayilgan UV bo'yicha tanlab olib turib, yaysak bo'ldi. Tanlab bo'ldik. Endi ayrim ichib oldik. Endi mana paint tools'ning ichidan qalam. Undan keyin biz buni ustiga bir cheksak, bunda bir ko'znak chiqadi. Buning ichidan biz qaysi xil teksturga ehtiyoj bo'lsak, biz shuni tanlab qo'ysak bo'ladi. Masalan, hozir men diffuse'dan boshlayman. Ya'ni buningki rangini. Undan bu yerda widgetningki mana teksturning suzukligi. Men 4096 ga to'g'rilab qo'yay. 4096 qilib bo'lgandan keyin widget shakli TIF bo'laversin. Undan okay. Endi biz widgetningki quloqning rangini ko'rib boqamiz. Quloqning rangi asosan go'sht rangga shunaqa. Bir astoydil bo'yash kerak. Buni bo'yab bo'lgandan keyin men endi bosh qismini ma'lum bo'lgan vaqtda yana UV ningki mana bu quloqning UV'si bilan boshning UV'siniki kirishib ketganligining ifodasi. Ko'rsatib qo'yaylik, qarasak. Miyede kirişik tuttu. UV kirişik etmekte ama sızgan neyse yeni tekstur azırak sırtını mı koşup sızdı. Şundan keyin miye ötüşük kaptı.
Hech shaqasi yo'q. Biz buni Photoshopda o'xshatsak ham bo'ldi. Mana bosh qismining rangimi o'xshash. Baş qismining o'xshash. Biz biraqla boyutaylik. Mana haqiqiy rangni ko'rsatadi. Ya'ni mana bo'shliqqa kelib turib, mouse'ni o'ng knopkasini bosgandan keyin flat lighting. Mana bu hech qanday nur bilan munosabatsiz bo'ldi. Hech qanday nur bilan munosabatsiz. O'shalar sizsanglar har qanday rangni aniq ko'rib bo'ldi. Sizilmagan yerlar bo'lsa, mesela W knopkasini bassanglar to'g'ri ochildi. To'g'ri ko'rindi. Sizilmagan yerlar bo'lib qolsa, masalan, o'chirib tengam, ma'lum bir bo'lgan. Mana. Sizilmagan yerlar bo'lsa, mana ko'rindi. Ozroq o'zgartirsam bo'ldi keyin. Ozroq qalamdan cho'ng kichikligini tanlash usuli mayanikiga o'xshaydi. Knopka qismini beni besib turib, mouse'ni sol knopkasini besib turib, o'ng so'l sersanglar ham bo'ldi. Rang biroz yaqin kelgan. Endi buningki yana yuzda naqshlar bor. Undan mana bu kavachchininki ichki qismi bo'lsa rangsiz holatda, rang yo'q. Undan mana quloqninki mana bu to'shga kirgan bo'ligi bo'lsa, bu ham rang berilmagan holatda. Yine şu yağışninki asıl siyriq rengi oldu. Endi o'z bu yerda bir qavat ichib olaylik. Photoshop'dagi o'xshash bundan ham qavat bor. Mana knopkani bassanglar yana o'xshash, bu ham o'xshash ko'zdan kechildi. Tan shakllari o'xshash. Undan okey. Ikkinchi qavat ichildi. Endi biz ichki tarafdagi mana yog'ochning o'rnini belgilaylik.
Bırakla tutup oturup sakın bulken hemen. Nişanlı ayrımı içilip durup. Miyem okşaşlar algılayık. Hemanından üçüp ketken bölek isim bayla. Şimdi bunda yerlerine bunda qatık bir tasap koysak mı? Biz bu yerlerine kumsasından shift'ni besip durup üstüne sürsek bularını yiyiştirmek gibi buldu. Yapılınca biz bu yerden kalemlik şeklini tanıyıp durup bu hiç boy basayım buldu. Miyele darkıl transekler bakıranlar mesela kalemni yantu tüz kılıç her taraflarga çeçeç degendek malanımı bir güllep sınıp görüp baksanlar buldu. Tamam. Şimdi 3'e geçkime okşaş. Mesela bana okşaş bu kagayalarına. Çoğum tepside kılışımız gerek ya. Çoğum inçik kılışımız gerek. Tekstür qancha chiroq silgan bo'lsa, bizniki asrimiz shuncha sifatli chiroq chiqdi. Bu yerler nimish qalayotgan sizmiz degan vaqtda bu g'ijak Uyg'urlarning sozlari asos jihatdan qo'lda yosildi. Shunday bo'lgandan keyin bu sızılgan tekst sızılgan ustidagi ranglarimi unda o'lchamli bo'lib ketmaydi. Shuning uchun biz shuningki asli shaklini asos qilgan asosda shunday sizmiz pek o'lchamli sizilsak bir xil sunnidek chiqib qoldi.
Hemen kulakniki geldik. Kulakniki muş bir bölük inlam. Benim iç olaylı. Biz en maskıdığım kalemini tanlap çıkışımız gerek. Mesela bir sınap baksak lan bul. Bularni biz turdum ölçüreleyimiz ama kalemini yoki yasab olsak mı bul. Bu yerden bu. Mesela knopkasından esni basgandan keyin mouse'ningki o'ng knopkasini bosib turib 10 sol sersak, bu maskni cho'ng kichik qilib tanishgili bo'ldi. Undan keyin o'ng knopkasini bosib, sol knopkasini bosib turib 10 sol sursak, cho'rgin bo'ldi. Endi mana o'xshash cho'nqur bo'laklari biroz rengi qiniq bo'ldi. Mayalanikiga qaraganda biroz rengi qiniq bo'ldi. Chunki shuna yerdagi rang ehtimolliklar bo'ldi, shunaqa. Mana nima bo'lgan vaqtda mana kameraniki yiqilish doirasi. Biz buni tanishib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni mana bu yerda 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 mana
Camera. Miskin ha. Camera. Bunun içinden mağpır degeni biz 0.1 koysak yıkıldı, texim yıkıldı şunu koy. Hazır bunun üstündeki o nakışları var yani akranlık sızıkçıları andaki bazı yerlerindeki bayan degende çoğunqur bileklerin rengi qınıp mana oxşaş üstündeki olsa mana yerlerindeki rengi sus biraz susrak buldu mana bileklerinki şunaqa şu yerlerdeki tekstürlük geldi. Onda olsa birinci bilekleri sikilmezmişe de ayaklaştı. Davamlı keyin bilekleri sikte davamlı göreyli. Xeyr xoş.